Assalomu alaykum, hurmatli Rosstar Trans kanalimizning a'zo obunachilari, doimiy kuzatuvchilarimiz. Mana bugun yana sizlarga biz Xitoyning og'ir yuk avtomobillari uchun shinalari ishlab chiqaradigan Trazano zavodining ZK-Rubber firmasiga mansub CN987 shinasini obzor qilib berib o'tib ketamiz. Bu shinamiz Trazano brendiga mansub shina hisoblanib, CN987 1200 R20 22 soyli shinamiz hisoblanadi. Shuningdek, bu pol karyerli shinalar tipiga mansub shina. Bu shinamizning eni 24 sm ni tashkil qilib, ko'rib o'tishingiz mumkin, protektor chuqurligi 20 mm, ya'ni 2 sm ni tashkil qiladi. Bu shinamiz asosan og'ir yuklarga mo'ljallashtirilgan shina hisoblanadi. Xitoyning Trazano zavodi ta'kidlashicha, shinaga berib o'tilgan ma'lumotlar mavjud. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. 907 atmosfera bosimida 4250 kg yuk ko'tara olish qobiliyatiga ega bo'lgan shinamiz. Ammo Rosstar Transning 15 yillik tajribasidan kelib chiqqan holda siz og'ir yuk, asosan perigruz yuklar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, aziz mijozlar, kimga yana qaysi turdagi shinalarning obzori kerak bo'lsa, bemalol kommentariyalarga yozib qoldiring. Biz o'sha keyingi videolarimizda o'sha shina haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Agarda o'sha videodan oldinroq sizga ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. To'g'ridan-to'g'ri meni o'zimga bog'lanib, shaxsan o'zim sizlarga ma'lumot berib o'tib ketaman. Rosstar Trans sifatli, ishonchli hamda samarali.